Hatto kamar uchun ham o'zbeklar bilan jang qilmaysiz. 70 sizdan qochib yuribdi degan fikrga kelsak bo'ladimi? Jangdan qochyapti, uni bahona qilib, buni bahona qilib, shuni ketidan quvib yuribman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugungi bizning mehmonimiz Jahon aka Najmiddinov. Assalomu alaykum akam. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshimi? Rahmat. Akajon, siz bilan o'sha aytgandim, katta intervyularni qilganimizdan keyin bundan buyoq ko'p bezovta qilib turaman, kichkina intervyular qilamiz degandim. Bugungi mana sabab shuki, men o'ylayapman shu narsani, siz hozirgi kunda Oktagon ligasida 61 kilogramda chempion 70 bilan jang qilgandingiz va u jangda meni nazarimda o'zi umuman siz g'olib bo'lganda sariq kartochkalar hisobida adashmasam necha berilganda? Shunday bo'lgan. Sariq kartochka bilan keyin yana bitta narsa bo'lgan. Shu sariq kartochka asosida. Sariq kartochka evaziga durang e'lon qilingandi, lekin hozir u bola chempion va nima uchun Jahongir Najmiddinov 70 bilan jang qilmayapti? Bunga sabab nima degan savol tug'ildi. O'zingizdan javobini olay dedim. Men ham o'sha oxirgi o'sha Oktagondagi janglardan keyin so'ragandim. Shunda men jang beringlar desam, sen dedi endi bitta hozirgi reytingdagi bolalar qo'shing, yana bitta o'rishing kerak deb menga jang berib, boshqa bola bilan jang berdi. O'zini zaldagi boshqasidan berdi. U narsaga men xo'p dedim, lekin o'sha jang bergan bolani o'zi boshqa vez mazasi bo'lmayapti. Mana shunaqangi narsalar bilan vaqt cho'zilyapti dedim. Men o'sha narsani ko'rsatdim, aytdimki, mana shu yerda menaqangi vaqt cho'zilyapti dedim. Menga o'sha o'zi bilan jang beringlar yoki boshqa jangchi berib, vaqtinchalik kamarga jang beringlar deb so'radim. Lekin o'shanda baribir javob kelmayapti. Mana Jips Payl o'ziga aytsam, Jips Payl o'zi 15-avgust dedi, bir tayyorman dedi. Men ertaga desa, ertaga o'shaman deb aytsam, u ham qochyapti mendan. Xo'p, 15-avgust deganda kontraktga qo'l qo'yilindimi yoki Oktagon ligasi tomonidan qarshilik bo'lyaptimi? 70 o'zi qarshi bo'lyaptimi? Nima uchun jang bo'lmayapti, ya'ni? Misol, u ham aytibdi-ku 15-da men tayyorman avgustda deb. Yo'q, qarang, u bola 15-avgustda tayyorman deb aytgan sababi borki, u biladida men bilan jang bermasligini. Chunki Oktagon aytdiki, yana bitta jang, keyin kamarga jang dedi. Bitta jangsiz kamarga jang o'zida o'zi bermaymiz dedi. Chunki buni bilan boshqa bolalarga himoya qiladigan boshqa bayislar ham bor dedi. Suhrob aka bilan o'tishish mumkin. Bu o'sha narsadan birida menga avgustda bahona qilib, avgust ushlab oldi. Men o'shanga ham qo'yib desam, u xullas bu bolani ketidan quvib yuribman-da. Qisqa qilib aytganda. Bizda ham yurtda biz birinchi nomer bo'lgani uchun o'sha Suhrob o'sha bilan o'xshadi deb o'ylab kutib o'tirdim men ham. Suhrob aka menimcha jang qiladi u bilan. O'zbekistonga qaytdilar-ku. Yo'q, u fake xabar ekan. U Suhrob bilan boshqa bayisman o'xshar ekan. Suhrob 70 o'xshmas ekan meni. Xo'p, unda akajon, planlar nima bo'lyapti? O'zingizda sport karyerangizdagi Xitoyda ligalardan kontrakt qilgandingiz, u yoqqa ketyapsizmi yoki Oktagonda davom ettirmoqchimisiz? Endi aka, men Paris aka bilan gaplashdim. Sentyabrda yana bir jang qilib beramiz yoki avgustda yana jang qilib o'shtiramiz deb aytdilar. Ungacha vaqt bor. Men Xitoydagina sopernik chiqishini kutib turibman. O'sha sopernik bersa, Xitoyda ham unaqa bor. Imzo bor bizda, shu qo'l qo'yilgan joyi bor. O'shamiz yo'q, xohlasa. Shu sopernik chiqsa bo'ldi. Ularda misol uchun bitta pulmayganki, qaysi paytda jangchi sog'lig'i yaxshi bo'lsa, o'sha jangchini taklif berar ekan sizga. Misol uchun sizdan rekord balandmi, pastmi yoki sizdan tengmi rekord, bu narsaga qaramaydi. Kim tayyor bo'lsa, o'sha bilan taklif berar ekan, o'xshasam deb. O'shanaqa taklif berishini kutib turibman hozir. Xo'p, endi aka, ungacha baribir vaqt bekor ketmasin deb o'shmoqchi edim. 70 sizdan qochib yuribdi degan fikrga kelsak bo'ladimi? Men 70 bilan o'shmoqchiman, lekin 70 aka jangdan qochyapti. Uni bahona qilib, buni bahona qilib, bu odam menga buni zaldan boshqa bola berdi. U boshqa bola ham xullas qochyapti-da, qisqa qilib aytganda. Uni komandadoshi ham, ikkovi ham o'shani ursamki kamarga da'vogar bo'lar ekanman. Lekin o'sha ham qochyapti mendan hozir. Hozir tushunmovchilik bo'lib turibdi. Boshqa sopernikni so'rasam, boshqa sopernik kechida ular
javob kelmayapti aka. O'shanga hozircha paket jimjit, lekin shuni ketidan quvib yuribman. Men shuni nima bo'lsa ham mana shunaqangi provokatsiya qilyapman. Instagramda ham o'ziga ham yozaman, bir orada Instagramga story qo'yaman, jig'iga tegish uchun, unisiga tegish uchun, bunisiga tegish uchun, lekin ulardan javob kelmayapti. O'sha jangimizda ham atayin qo'yib mana shunaqangi jig'iga tegish uchun o'ziga yozaman, bilmayman qanaqadir javob kelmaydi aka. To'g'risi bu o'sha narsa ozgina odamni bunaqa cho'zdiryapti, lekin agar mana shu narsaga agar tayyor bo'lgandan keyin o'sha Xudo xohlasa, avvalosi Xudoku va mana shu kungacha agar tayyor bo'lganda men o'zi chempion bo'lardim mana shu ligada. Menejeringizga aytsangiz, Parviz akamga aytsangiz, misol uchun Oktagon bilan kelishgan holda ushbu jangni tashkillashtirish ehtimollari mavjud emasmi? Parviz aka-ku qilberaman jang dedi, lekin bu ligani o'zini qanaqadir anaqasi bor ekan, nima deydi? Qonun qoidasi bor ekan, mana shu yerda shunaqa jang qilib, reytingdagi bo'yidan bir yarimta bo'lib o'tkazishim kerak ekan. O'sha narsani ushlab turish haqida qisqa qilib aytgandi. Tushunarli. Shu savolim shu edi. Akajon, sizga rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Xudo xohlasa, aka yaqinda shu aniq bo'ladi. O'sha bola bilan narimcha men o'ylashimcha baribir urushaman o'sha Ramazon Amangeldi degan jangchi bilan. O'sha bolani bergandan keyin u bola menga katta vez deb aytdi. Men unga ham rozi bo'ldim. Hozir o'sha bola bilan reyting o'tkazgandan keyin u o'sha Jack Spy bilan 100% o'sha jangim aniq bo'ladi. U qocholmaydi yo'qda, Xudo xohlasa. Lekin mana bu shu Ramazon Amangeldidan oldin urishim kerak edi shu bola bilan. Bu bolani o'zi qanaqadir yo'l topib bahona qilib oldi. Shunday emlanligini qonun qoidasi bo'yicha ishlab menga bahona qilib oldi. Lekin aka Xudo xohlasa ozgina qoldi. Mana shu yillarcha kamarda olamiz aka. Xudo xohlasa. Inshaalloh. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa aka. Mana shu kamarda olgandan keyin işte bemalol kamarda qo'yib, intervyuni boshqacha qilamiz aka. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Ozgina qoldi. Da, kutamiz. Xo'p, unaqada qarang. Bu yoqdan Jamoliddin tayyor bo'lib kelyapti kamarga va bu yoqda siz, Suhrob akam bor, Diyormi? Adashmasam Diyorbek degan andijonlik bola bor. Ko'p, ya'ni kamarga yaqin qolgan, aynan sizni vazninizda kamarga yaqin qolgan o'zbek sportchilar juda ham ko'p. Agar misol uchun deylik, siz kamarni olsangiz, da'vogar avtomatik tarzda misol o'zbek sportchilar bo'lish ehtimoli katta, sababi yaqin turganlari o'zbeklar va agar chempion bo'lsangiz, u yoq qanaqa bo'ladi? Jang qilasizmi yoki kamarni tashab boshqa vaznga o'tasizmi yoki boshqa ligaga o'tasizmi? Yo'q, agar avvalo Xudo xohlasa chempion bo'lsam, da'vogar bo'lgan odamni o'ziga shunday tashab ketaman. Agar O'zbekistonda kim da'vogar bo'lsa, farqi yo'q. Mana shunday kamar tashab ketaman. Bo'sh kamarga shunda jang qilishadi. Lekin o'zbeklar bilan hech qachon urushmayman. O'sha Jamol, o'sha o'zimning yaqinlarimda Suhrob ham, Jamol ham menga yaqin, Diyor ham menga yaqin bo'ladi. Gapim yaqinligi ham ham o'zbek bo'lgani uchun ham noto'g'ri. Ikkita o'zbek bitta kamar uchun urush. Hatto kamar uchun ham o'zbeklar bilan jang qilmaysiz? Yo'q. Xo'p, reja qanaqa bo'ladi u yoqda? Qiziq. Endi aka mayda nima deydi, chempion degan nomingiz bo'lgandan keyin yaxshi katta ligalar sizga qiziqishni boshlaydi, yaxshi gonorarga o'zi taklif beradi aka. Misol uchun mayli deylik, mayli 2-3 ming urishsangiz, bu yoqqa borib 6 ming 7 mingga 2 barobar narx qilib tushasiz. O'sha narsa uchun mana shu ligani kamari kerak-da. Mediaga mana shunaqangi sizga tepaga qadam bosishga katta yo'lda mana shu narsa kamar. Menga yordam beradigan tarafi ko'p mana shu narsani. Endi mana shu hozir menga birinchi o'rinda maqsad bo'lib turibdi. Shuni ovolish. Imkoni boricha tezroq. Rekordim ham yomon emas, rekordim ham yaxshi. Lekin yana bir 2-3 ta g'alabali seriya bo'lsa, ikkita Yaponiyada Rising degan ligasiga, shunga o'xshagan katta nufuzli ligaga o'tishga yo'l bo'ladi, Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Xo'p, akajon, sizga rahmat. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sog' salomat bo'ling. Sizga ham rahmat aka. Xudo xohlasa gap aka, yil oxirigacha Xudo xohlasa, avvalo Xudo bizni planlarimizni to'g'ri qilsa, kamar bilan aka qilamiz. Xudo xohlasa. Qilamiz inshaalloh. Xudo xohlasa.